dada. Hoş. Oyamni esil fursat deydi-ki. Oyam zodi qanday fursat? Heyt ayam, o'zaro heytlishish, urug' tuqqan, do'st birodar, xulum qo'shna, qavmi qarindosh, shundoqla yurt mahalla o'zaro bir-biridan hol so'rash, shundoqla darqamni birga o'tishning eng yaxshi fursatidir. Qayım dada, Xo'sh qizim. ayamning xosiyati nimadan? Ayamning xosiyati qizim, mehri muhabbat, do'stlik, shundoqla el jamoat bilan ijil, inoq o'tish, mana bu bizning oyimimizning xosiyati. Qanday bilib oldinglarmi? Bilib oldik. Rahmat Qayım dada. Barakallah. Kaşın